Selamlar men YouTube'ga Prego bolalar. Anchadan beri to'g'ri YouTube'ga qo'ymayapman. Obunachilarim ham kamayib ketyapti. Kamayib ketyapti deganimda, masalan, anchadan beri video qo'ymaganimga 11 mingtaga yaqinlashib qoldik. 10.800 topib qoldik bolalar. Endi shuni 10.900 ta qilamiz bolalar. Iloji boricha tezroq harakat qilaylik bolalar. Va men yaqin oralarda Telegram kanal ham ochishga harakat qilaman va Telegram kanal ochgandan keyin server ochaman. Server o'ynarmiz balkim birga. Endi bolalar, men sizlarga bitta cheat o'rgataman. U cheat oldilaringda nima narsa bo'lsa, hozir meni oldin qilay bo'ldi. Oldilaringda bolalar nima narsa yoki bo'lsa narsadan qochayotgan bo'lsalaring bolalar, masalan juda ham ko'p zombi, dragon yoki shunga o'xshash narsalar bo'lsa bittada o'ldira oladi bolalar. Bu cheat unchalik qiyin emas, to'g'ri yozsalaring bo'ldi. Keyin deysizlar yaqib mana bola ko'rdilaring bittada o'ldi. Hammasi o'ldi bolalar, ko'rdingmi? Hammasi o'lib ketadi bolalar. Bir ikkitasi qolib ketishi mumkin. Endi uzoqda bo'lmasliklaring kerak. Tushunasizlarmi? Va ikkinchisi, oddiy hayotda menga xohlagan joylaringda, masalan, dragon uydan boshqa joylarda ham dragonni yaratishlaring mumkin. Buning uchun bizga albatta birinchi o'rinda komanda blok kerak bo'ladi bolalar. Bunday qilamiz. Shu yerda birdaniga komanda blok olish bilmaydiganlar komanda blokda olish bilib oladi. Ya'ni komanda blokda bitta dragonda emas, ko'p narsalarda foydalansa bo'ladi bolalar. Xo'p. Bunaqangi pastki chiziqcha bolalar. Okey, mana bolalar, komanda blok berdim. Komanda blok bergandan keyin bolalar, bizga mana bu dragonni, mana bu kallasi kerak bo'ladi. Va bizga mana bu blok bor-ku, dragonni ustida bo'ladigan mana shu blok bo'ladi bolalar. Men 1.21 versiyada o'ynayman, Minecraft bor, mana shu blok kerak bo'ladi bolalar. Bunday qilamiz bolalar. Bunday qo'yasizlar. Bunday hozir bolalar, mamlaqa uchamiz bolalar. Men kreativdaman axir. Shuni to'g'ri qilib chiqamiz. Endi hozir bolalar, hozir 1 minut. Mana bo'ldi hozir bolalar. Yozamiz. Xo'p. Gon. Bo'ldi. Bittasi bolalar. Va bu yerga mana shu blokdan boshqa xohlagan, masalan menga temir blok yoqar, faqat mana shu blok qo'ymasliklaring kerak, boshqa blok qo'yishlaring kerak. Hamma xohlagan faqat mana shu blok bo'lsa bo'ldi. Temir blok, taxta. Va bolalar, ana bolalar, endi dragon ham paydo bo'lib ko'rlang bor. Reski paydo qilganlarni qochib ketadi. Buni tutishni hali bilmayman bolalar. Tutishni o'rgatsam yarataman. O'zim ham tutolmayapman. Ko'p joylar yasadim, ammo tutolmayapman. Yana bitta qilamiz bolalar. Oppa.
Mana shunday ko'p bo'lib ketgan bolalar bunday qilib treski shafaq qilishlar o'lib ketay ana ko'ryapsizlarmi ana ikkita dragon ham joyida bam yerga ular tushdi deb o'ylayman. Ko'rdinglaringmi bolalar? Hamma narsa kerak bo'ladi. Xo'p, endi keyingi ko'rsatadigan narsam Minecraftda keyingisi bolalar mana bunga ham komanda blok kerak. Oldida 2 blok hisob qo'yamiz. Bunday bolalar. Hozir bolalar. Bo'ldi bolalar. Hop, birinchisiga bunday qilamiz. Chiziqcha Timmy set in die. Bo'ldi, chiqib ketamiz bolalar. Endi ikkinchisiga mana bolalar, ikkinchisiga ham Timmy bunga ham set to'g'ri bolalar. To'g'ri. O'tiramiz bolalar. Davay, qarab turinglar. To'xtanglar, ruchak. Ha, 1 minut. Bo'ldi. Bolalar, biz ruchak olamiz yaxshi deb o'ylayman. Ruchak ana bo'ldi bolalar. Buni bilamiz. Hop, mana bunisini ham. Mana bolalar. Hop. Bolalar. Endi masalan xohlagan paytlaring chatga kirib yozib kamida 5 minut vaqt ketkazmasdan bolalar xohlaganlaring bilan hozir bo'ldi bolalar. To'g'riladi mana. Yaxshilab ko'rib olinglar. Qishdayoq Timmy set mi DNGHT. Bo'ldi bolalar. O'tiramiz. Ali hoppa. Ko'rlaringmi bolalar? Bu juda ham kerakli narsa deb o'ylayman bolalar. Hop, ko'zim yetmaydi. Hop, bolalar, yana nima? Ha, bunga bizga mana bu o'sha narsa kerak va hop, mana bu o'rchaklarning tagida turadigan mana bu narsa kerak. Hozir biz o'xshamasligi ham mumkin bolalar, o'xshashligi ham mumkin. Shuni bo'lishi kerak bolalar, bilmam. Bizga qo'y kerak. Qo'y. Hozir bolalar zerib ketmadilaringmi? Ishqib. Da qo'y mana. Bolalar o'xshamayapti. Endi o'xshash kerak hech bo'lmaganda bolalar.
Mayli bolalar. Mana ism qo'yishni o'rgandik bolalar. Ism qo'yaylik bolalar. Keyin videom yoqdi degan umiddaman. Tezroq 11 mingta bo'lsak, Telegram kanal, yana shunga qarab server ochaman bolalar. Xo'p, keyin videolarimda men o'zimni yangi topgan yana undan tashqari qishloqlarim, shunga o'xshash joylarim bor. O'shalarda server, ya'ni obzor qilib ko'rsataman. Mayli bolalar, sizlar bilan YouTube efirga bo'ldi. Like va obuna bosishni unutmanglar. Xayr.